Oldingi zamonlarda katta yoshli insonlar, buvi va bobojonlarimiz pishmagan piyozni 4ga bo'lib choyga solib qo'yishardi. Yosh bo'lganimiz sababmi, uni nima sababdan shunday qilishganlariga va buning qanday foydali tomonlari bor ekanligiga qiziqmagan ham ekanmiz. Hozir biz sizlarga bu qiziqarli antiqa usulni nima uchun qo'llashganini va uning qanday foydali xususiyatlari borligi haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Marhamat. Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan Toshkent shahriga arzon va qulay, asosiysi bexatar yetib olishni yoki yuklaringizni ishonchli yetkazishni istasangiz, biz sizga kafolatlangan komfort avtobus va mikroavtobus xizmatlarini taklif qilamiz. Batafsil ma'lumotlarni kunning istalgan vaqtida ekraningizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda bilib olishingiz mumkin. Piyozni 4ga bo'lib choyga solib qo'yish haqida shunday afsona bor. 20-asrlarda Tver viloyatidagi bir qishloqda bir inson yashab o'tgan ekan. U inson kuchli oshqozon va qorin og'rig'idan ancha aziyat chekkan ekan. Har xil doktorlarga ko'rinsa ham, turli usullar bilan davolansa ham, bulardan hech qanday foyda bo'lmagach, nihoyat bu inson aynan mana shu usulni o'zi o'ylab topib, shuning yordamida kasalliklardan forig' bo'lgan ekan. Har holda tabib emas, boshidan o'tkazgan tabib degan gap ham bekorga aytilmagan bo'lsa kerak-da. Ana endi mavzumizning asl qismiga o'tsak bo'ladi. Bu shifobaxsh sharbatimizni tayyorlash uchun oddiy pishmagan piyozni olasiz va po'stidan tozalaysiz va uni o'rta qismidan krest qilib kesasiz. Kesilganda piyoz bo'linib ketmasligi kerak va uni issiq choyga solasiz. Choyni 5-10 daqiqa davomida tindirib qo'yib, keyin iste'mol qilasiz. Bu piyozli sharbatimiz oshqozondagi, qorindagi diskomfortli holatini yo'qotadi. Bundan tashqari ichaklar faoliyatini tartibga solib, ich kelishini yaxshilaydi. Ayniqsa qabziyat, ya'ni ich qotishdan aziyat chekadiganlar uchun juda ham foydalidir. Bu usulimiz juda ham samarali bo'lib, og'riq qoldiruvchi dorilarimiz bo'lmagan paytlarda uning o'rnini bemalol bosa oladi va har qanday dorilardan samarali va foydali hisoblanadi. Qiziqarli fakt: piyozni krest qilib choyga solganingizda har doim piyozimiz krest qilingan tepa qismi choy ustida suzib turadi. Bu tabiiy usul juda ko'p insonlar tomonidan sinab ko'rilgan va bozorda sotiladigan tayyor piyozli choyga qaraganda juda ham foydali ekanligi tasdiqlangan. Ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.